Stomatologiya faqat tish og'rig'idan iborat emas. Bu yerda ancha jiddiy muammolar bor. Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, tishimiz og'rib qolsa, stomatologga borishimiz kerak. Og'riqsiz davolaydigan stomatologiya yoki stomatolog kerak degan xavotir bilan yoki degan o'y bilan yuramiz. Aslida og'riqsiz davolanish stomatologiyani allaqachon hal qilingan muammosi. Hech qanaqa og'riq sezilmaydi. Bu yerda boshqa muammo bor. Asosiy muammo nimada? Menga ko'p holatlarda konsultatsiya qilganimizda ayni o'smir yoshidagi bolalar, yigit-qizlarda ko'p mana shunaqangi xavotir bilan aytadigan shikoyatlari bor. Bu yuzini qiyshayotgani, bemalol rasmga tusha olmayotgani, bemalol kula olmayotgani. Bu nima deganimiz? Bu bolalar aytishadi, o'sha o'smirlar asosan oxirgi 2 yil, 3 yilda yoki oxirgi 1,5 yilda sezyapman, jag'im qiyshayapti, yuzim qiyshayapti deydi. O'shani hisobiga mana shundan xavotir olib, ortodont konsultatsiyasiga keladi. Uni eshitib turib, tishlarini ko'radigan bo'lsak, asosiy yuzni qiyshaytiradigan sabablardan eng xavflisi bu bir tomonlama ovqat chaynash. Biz bu haqida doim gapiramiz. Balki yetarlicha gapirmayotgandirmiz. O'shaning uchun hammaga yetib bormayotgandir. Demak, asosiy muammolardan biri bu bir tomonlama ovqat chaynash. Agar faqat bir tomonlama ovqat chaynaladigan bo'lsa, o'sha tomondagi mushaklar ko'proq ishlaydi, qarama-qarshi tomonga nisbatan. Natijada sekin-sekin bu yillar davomida bo'ladi. Bir kun, bir oyda bo'lmaydi. 1 yil, 2 yil, 3 yil, balkim 5 yil, 10 yillab davom etadigan jarayon bu. Sekinlik bilan yuz qiyshayadi. O'sishdan to'xtagan bo'lsam, jag'im yana qiyshayveradimi degan savol tug'ilishi mumkin. Agar bir tomonlama chaynash bo'ladigan bo'lsa, yoshdan qat'iy nazar albatta jag' qiyshayadi. Nafaqat jag', butun yuz qiyshayadi. Nima sababdan bu yerda asosiy muammo? Nima sababdan o'sha inson bir tomonlama chaynayapti? Mana shuni topish kerak. Ko'pincha agar tekshirsak, arzimagan muammo bo'ladi. Arzimagan bitta kovak ovqat yeganda, go'sht yeganda orasiga kirib qolib, milkiga ozgina diskomfort beradi, o'shaning uchun bu tomonda chaynaydi. Kichkinagina kovak ovqat orasiga kirib og'rib qoladi. Yoki tishi ozginagina qiyshiq o'sha tomonda. Sog'lom, lekin ozgina qiyshiq. Mana bunday tashqaridan qarasangiz, xuddi bunga braket yo liner taqish kerak emas, ne stoyt degandaqa tasavvur paydo bo'ladi. Lekin ana o'sha kichkinagina bitta muammo insonni bir tomonlama chaynashga majbur qilib qo'yadi. Va bu sekinlik bilan jag'i qiyshaytirib beradi, bu bilan birga yuz qiyshayadi. U qiyshayib bo'lgandan keyin uni to'g'rilab bo'lmaydi. Bu yerda faqat xirurgik aralashuv bilan to'g'rilash mumkin. O'shaning uchun biz doim aytamiz, bir tomonlama chaynash bu juda xavfli. Ayniqsa bizni ortodontlar ichimizda 6 yosh bilan 12-14 yosh oralig'ida jag'lar eng aktiv o'sadigan fazasi. Mana shu davrda agar bolada bir tomonlama chaynash bo'lsa, bu yerda yuzni qiyshaysh yana ham tezroq bo'lib ketib qoladi. O'shaning uchun doim aytamiz, kovakmi? Og'riq uchun borish kerak emas. Og'riq uchun emas. Bu yerda kelajakdagi muammolar, yuz qiyshayib ketishi, jag'i qiyshayib ketishi, bo'g'imdagi og'riqlar, butun estetik muammolar, hazm tizimidagi muammolarga olib kelib qoladi. O'shaning uchun kichkinagina kovak yoki ozgina tishi qiyshiqligi ham bu juda katta xavf. Tashqaridan biz bilmasligimiz mumkin, bizga ko'rinmasligi mumkin, lekin bu juda katta xavf.